Alloh subhanahu va taoloni har bitta ishni borliqda tadbir qilib turuvchi zot ekanligi haqida bu baytlar. Alloh subhanahu va taoloni al-Hayy dedi. Oyatul Kursi. Allohu la ilaha illa huval al-Hayyul Qayyum. Alloh taolo tirik bo'lgan zot. Va mana shu tirik bo'lgan barhayot zot bu borliqdagi har bitta ish Alloh taolo o'zi idora qilib turadi, o'zi boshqarib turadi. Alloh taolo bu borliqni boshqarib idora qilib turishligi uni charchatmaydi. Qur'on oyatlarining eng ulug'i qaysi deyilganda Oyatul Kursi deyiladi. Astagfirullah. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Mana shu oyatni ko'rib chiqamiz bugun. Alloh undan o'zga iloh yo'qdir. U hamisha barhayot va abadiy turguvchidir. Uni na mudroq tutar va na uyqu. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Qiyomat kuni uning huzurida kim ham gunohkorlarni uning ruxsatisiz shafaat qila oladi? U ulardan, odamlardan oldingi va keyingi narsalarni bilur. Odamlar uning ilmidan faqat u istagan miqdoricha o'zlashtirurlar. Uning kursisi osmonlar va yerni ham o'z ishiga sig'dira olur. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Baqara surasi 255-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alloh undan o'zga iloh yo'q, u hamisha barhayot va abadiy turguvchidir. Alloh taolo bironta bir ehtiyoji, hojati, muhtojligi yo'q. Alloh taolo as-Somad. Qul huvallohu ahad. Allohu as-Somad. Alloh behojat bo'lgan zot. Alloh taolo biror narsaga muhtoj emas. Alloh hech qachon o'lmaydi. O'lim degan sifat Alloh taologa nisbat qilinmaydi. Uni o'zigina butun haloyiqqa g'amxo'rlik ko'rsatib turadi, hammani ishini tadbir qilib turadi.